Hammaga assalomu alaykum. Kanalimda yangi rubrika, ya'ni qilayotgan dizaynlarimni har bittasini protsessini sizlarga ko'rsataman. Ya'ni planirovkadan boshlab, planirovka, dizayn и realizatsiya. Realizatsiyadagi, ya'ni realniy obyektdagi momentlarni, qilayotgan ishlarni man sizlarga hammasini ko'rsatib boraman. Sizlarga shunaqa kontent qiziq bo'ladigan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar. Xo'p, bugungi obyektimiz Chirchiqda joylashgan 100 kvadrat metrlik hovli. U yerda periplanirovka qilganmiz. Hozir demontaj ishlari olib borilyapti. Men sizlarni demontaj bilan tanishtiraman. Hali obyektga borib, men sizlarga ko'rsatib beraman, qanaqa demontaj ketayotganligini. Hozir men sizlarga planirovkani ko'rsataman. U yerda periplanirovka qilganmiz, demontajlarni ko'rsataman, qanaqa planirovka qilinganligini, и obyektda qanaqa bo'layotganini ko'rsataman. Like bosib qo'yinglar, kuzatib boringlar. Jarayonni ketdi. Xo'p, o'rtoqlar, sizlar bilan qisqacha planirovkani ko'rib chiqamiz. Eski o'zlarining planirovkasi bu обмерочный plan, ya'ni prixожийdan keyin koridordan keyin детский, обеденный zona, kuxnya, zal, spalnya и kladovaya zona bo'lgan. Bu yerda demontaj ishlari olib borildi, ya'ni bu devor sindirilib, buyog'i surilgan, xona расширять qilingan, kattalashtirilgan. Bu devorimizni ma'no yo'qligi uchun olib tashladik, ya'ni prixожийni kattalashtirdik, koridor, kerak emas koridor olib tashladik. Пространство paydo bo'ldi, xonamiz kattalashdi. Undan tashqari обеденный zona bilan kuxnyani birlashtiraylik deyishganligi sababli bu devorni ham demontaj qildik. Keyin kladovayani ikkiga bo'lib, bir tomonda sanuzel, bir tomonida garderobga ishlatdik. Hozir men sizlarga planirovkani ko'rsaman. Ko'rishingiz mumkin. Yangi devor ko'tarilgan, xona kattalashgan, полноценный ikkita bola sig'adigan spalnya paydo bo'lgan. Undan tashqari katta zalimizni qoldirilgan, tiyilishi kerak emas deyilgan. Katta zalimizni prostransiyasini yo'qotgimiz kelmayapti, xona qilmaymiz. Buni o'zi xonaligicha qolsin, kattaligicha qolsin deyishganligi uchun tegmadik. Undan tashqari bu yerda demontaj ishlari olib borilgan. Kuxnya bizlar bilan обеденный zonamiz bitta bo'lgan, katta xona paydo bo'lgan. Keyin ko'rishingiz mumkin. Spalnya planirovkamizda bu kladovaya zonamiz ikkiga bo'linib, bitta sanuzel juda qulay va kompaktniy sanuzel paydo bo'lgan. Undan tashqari garderob qilganmiz. 550 mm emas, hozir yangi planirovka bo'yicha 400 mm qolgan va bu tarafiga полный вешалка zona qilingan, bu tarafiga polochkali zonasi qilingan. И bu yerda 1 metr пространство qolgan движениyaga, ya'ni bu juda qulay. Kravatimizni bu tomonga surganmiz. Uni surganimiz hisobiga bizda bu yerda make-up zona ham paydo bo'lgan. Planirovka juda qiziqarli chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu planirovkamizni ko'rdinglar. Hozir demontaj ishlari olib borilyapti. Men obyektga borib, obyektda ham jarayonni sizlarga ko'rsataman. Keldik. Ochgarni kirib ko'rib chiqamiz. Obyektimizga keldik. Mana kiruvchi xona. Mana sizlar planirovkada ko'rsagan xonamiz. Mana bu yerga devor demontaj qilingan. Bu yerga devorni demontaj qilib, bu xonamiz kattalashtirildi. O'shani hisobiga prixojkamiz uzun va ozgina havo paydo bo'lgan. Prixojka ancha kattalashgan. Eniga sal kengaytirganmiz, chunki prixojka juda katta edi eniga. Mana bu katta детский zalimiz paydo bo'ldi. Hozir ishlar ko'tarilyapti. Patologlar. Keyin обеденный zona, kuxnya. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda patologlar pastida. Patolog kattalashtirish uchun tomni ham переделка qilindi. Xudo xolisa bu yerda katta patolog. Mana bu yerga devor olib tashlandi. Katta kuxnya va обеденный zona bo'ladi. Keyingi xonamizda zal. Zal o'zgartirishlar qilinmadi praktiski. O'zini razmeri bo'yicha qoldi. Faqat shu oynani egralmay kelishimiz kerak kattalashtirishga. Chunki bu xonaga bu oynani yorug'ligi juda kamlik qilyapti. Keyingisi bu spalnya. Bu aytib o'tganimdagi ajoyib planirovka qilganmiz. Mana devorlar ko'tarilibdi. Mana bu tarafda bizda garderob ko'rishingiz mumkin. Juda prostorniy va o'ziga ko'p narsani oladigan garderob bo'ladi, xudo xolisa. Keyingisi mana bu xonamizda sanuzel, master spalnyani sanuzel bo'ladi. Mana bu dushovoy, rakvina и unitaz butik qo'yiladi. Mana bu yerda make-up zona и burchakda kalovat ko'rib joylashtiramiz. Bu joyimiz patologi sal pastroq bo'lganiga biza 7 sm giskadan tushirilgandan keyin mana bu tarafda 15 sm tushirilmaydigan bo'ldik. 15 sm nima? 10 sm yoki 7 sm tushirilmaydi. Pardalar bekitiladi. Hamma xonada pardalar bekitiladi. Bu yerda o'rtada uzor qoldiramiz. Kvadratni minimalistичный podsetkalar bilan uni dizaynini jarayonida ko'rasizlar. Hozir jarayon bo'yicha ko'rayotganinglar. Пока shu. Keyingi jarayonlarni sekin-sekin qo'yib boramiz. Kuzatib boringlar.